Ruscha gapirsam kulishadi deb rus tilini o'rganishni to'xtatib qo'ymang. Bu videoda to'g'ri talaffuz qilishni va aksentsiz gapirishni o'rganamiz. Assalomu alaykum, To'y kanaliga xush kelibsiz. Bugun oldingi videolardagi mavzuni davom ettiramiz. Rus tilida to'g'ri gapirish qoidalarini ko'rib chiqamiz. Agar siz kanalni endi topgan bo'lsangiz, oldingi videolarni hali ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki har bitta qoida qolgan qoidalar bilan bog'liq. Unda boshladik. Давайте теперь начнем. Когда мы говорим быстро, наш речевой аппарат упрощает работу. Biz tez gapirganimizda tilimiz qiynalmaslik uchun o'zini ishini osonlashtiradi. Ему тяжело переключаться между разными звуками. Agar bitta so'zda ketma-ket o'ndoshlar kelgan bo'lsa, tilimiz har bitta harfni talaffuz qilishda qiynaladi. Shuning uchun ba'zi bir o'ndoshlar keyingi kelgan o'ndoshga aylanib ketishi mumkin, ya'ni o'xshab ketishi mumkin. Bugun shuni ko'rib chiqamiz. Agar so'zda s, sh, z, j, t, ch, d, ch, t, sha, d, sha shunaqa birikmalar kelgan bo'lsa, birinchi kelgan o'ndosh ikkinchi kelgan o'ndoshga aylanadi. Misol tariqasida shit so'zini olsak bo'ladi. S, sh, it yoziladi, lekin talaffuzda shit talaffuz qilinadi. S bu kuchsiz o'ndosh, keyin kelgan sh kuchli o'ndosh, shuning uchun s ham shga aylanadi. Ketma-ket ikkita bir xil o'ndosh bo'lib qolgani uchun biz shit deb talaffuz qilmaymiz, cho'zib talaffuz qilamiz. Shit. Bunaqa o'ndoshlar, ya'ni o'ndosh birikmalari faqat so'z boshida emas, so'z o'rtasida ham keladi. Masalan, приезжать yoziladi, приезжать talaffuz qilinadi. Лётчик yoziladi, лётчик talaffuz qilinadi. Переводчик yoziladi, переводчик talaffuz qilinadi. Yana shunday o'ndosh birikmalari bor. Bular ch yozilgani bilan, lekin sh deb talaffuz qilinadi. Masalan, shot, schot yoziladi, lekin shot deb talaffuz qilamiz. Yana misol, расческа yoziladi, lekin расческа talaffuz qilinadi. Счастье yoziladi, счастье talaffuz qilinadi. Keling, endi shu misollarni gaplarda ko'rib chiqamiz. Давайте теперь рассмотрим эти примеры в предложениях. Birinchi gap: помоги мне разжечь костер в лесу. Разжечь, разжечь yoziladi, разжечь talaffuz qilinadi. Yana oldingi qoidalardan bor. Помоги, pomogi yozilgani bilan udarение urg'u i'ga tushgani uchun помоги talaffuz qilamiz. Yana bitta so'z kostyor. Yo harfi bu o'zi urg'uni o'ziga jalb qiladigan, urg'uni o'zida ushlab turadigan harf sanaladi. Shuning uchun yo'ga har doim urg'u tushadi. Shuning uchun biz kostyor deb talaffuz qilamiz. Agar bironta so'zda yo harfi kelgan bo'lsa, bilingki, demak o'sha yo'ga urg'u tushgan. Keyingi gap: летом мы любим уезжать на дачу. Уезжать yoziladi, уезжать talaffuz qilinadi. Опытный летчик уверенно посадил самолет. Bu gapda летчик so'zi t harfi kuchsiz o'ndosh, ch harfi kuchli o'ndosh, shuning uchun летчик talaffuz qilamiz. Официант, принесите, пожалуйста, счет. Bu gapda счет so'zi ch birikmasi sha deb talaffuz qilinadi. Shuning uchun счет deb talaffuz qilamiz. E'tibor bering, sh emas, sha harfi. Sh harfining o'zi qattiq o'ndosh, sha harfi yumshoq o'ndosh. Agar sh bo'lganida keyingi yo harfi kelgani bilan biz yoni o deb talaffuz qilardik. Bu so'zda esa sha harfi, s ch birikmasi shaga aylanadi. Sha harfi esa yumshoq o'ndosh. Shuning uchun shot deb talaffuz qildik. Sh harfini qattiq o'ndoshligini men birinchi videoda aytib o'tganman. Endi videoning ikkinchi qismi, ya'ni keyingi qoidaga o'tamiz. T mягкий znak s birikmalari t deb talaffuz qilinadi. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Проснуться. Проснуться yoziladi, lekin t deb talaffuz qilinadi. Проснуться. Keyingi so'z общаются. Общаются yoziladi, общаются talaffuz qilinadi. Keling, endi shu misollarni gaplarda ko'rib chiqamiz. Давайте теперь рассмотрим эти примеры в предложениях. Я люблю rano просыпаться. Men erta uyg'onishni yaxshi ko'raman. Bu gapda просыпаться
S, T mягкий знак S harflar birikmasi glagolda, ya'ni fe'lda keladi va S deb talaffuz qilinadi. Брат долго умывается в ванной. Mana shu bitta gapni o'zida ikkita qoida bor. Умывается TS birikmasi S deb talaffuz qilinadi. Ikkinchisi, o'tgan videoda aytib o'tganman, preдлог bilan keyingi keladigan so'z birga o'qiladi. Пора быстро одеваться в школу. Bu gapda одеваться fe'li одеваться deb talaffuz qilmaymiz, одеваться deb talaffuz qilamiz. У него все отлично получается. U hamma narsani juda yaxshi eplaydi. Mana shu videodagi qoidalarga, oldingi videodagi qoidalarga, matnlarni o'qigan paytingiz, gapirgan paytingiz amal qilsangiz, nutqingiz o'zgaradi va ruslarcha gapirishni boshlaysiz. Praktikuйте va tilingizni o'zi avtomatam gapirishni boshlaydi. Sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, podpiska bosib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.